Aldab ketmaysizmi? Ishonchlimiz? Shoshmanglar, bu videoning oxirida javobini aytaman. Ayol qizlarimiz uchun uyda o'tirgan holda onlayn magazin ochish ham oson bo'lib qoldi, chunki Xitoydagi narxlarni ko'rib siz shok bo'lasiz. Masalan, mana bu obuqlar 100 ming so'm chiqadi. Mana bu tapishkalar esa 10 ming so'm. Mana bu asal sumkalarni qaranglar, 12 ming so'm. Ha, to'g'risi ish topsizlar qizlar, atiga 12 ming so'm. O'ylanib qoldinglarmi qizlar? Kargoz qimmat bo'lib ketadi, yo'q deb. Yo'q, kargoz qimmat bo'lib ketmaydi. Men sizlarga kursimda eng arzon bo'lgan kargolarni beraman. Qaranglar, mana bu telefonlarga chexollar 3 ming so'm ham chiqmaydi qizlar. Mana bu balitkachalarni qaranglar, 17 ming so'm qizlar. Bu narxlarni ko'rib ba'zida o'zim ham shok bo'laman. Mana bu trendagi sumkalar 12 ming so'm. Narxlarni ko'ringlar-da bitta o'zlaring, qaranglar-da. Qaranglar mana. Mana bu oyoq kiyimchalar 30 ming ham chiqmaydi mana bu. Mana bu balitkachalar 35 ming, rubashkalar 25 ming so'm. Krabiklar 5 ming ham chiqmaydi. Mana bu trendagi sumkalar 30 ming, futbolkalar 15 ming. Unda xohlagan narsalarni topsanglar bo'ladi. Poysiga orqali yoki skrinshot rasm qo'ygan bo'lsanglar, rasm orqali topsanglar ham bo'ladi. Mana krossovkani qaranglar qizlar, o'zimiz 300 ming so'mdan kam emas. Bu yerda 40 ming so'm turibdi qizlar. Narxlarni ko'ryapsizlarmi? Mana qaranglar, xohlagan narsalarni qidirib topsanglar bo'ladi. Zakaz qilishni esa kursimda arzonga o'rgataman. Mana boshda bergan savol ishonchlimi deganingizda, mana Instagram aktualimda o'quvchilarim natijasini ko'rishingiz mumkin. Mana otsiflar hammasi o'quvchilarimning zakazlari. O'quvchilarim tushunmagan joylarda lichkada alohida ham ishlaymiz. Xohlagan payt tushunmagan joylarni so'rab olishlari mumkin. Mana o'quvchilarim natijasi, tovarlar sifatlarini aktualimda ko'rsanglar bo'ladi. Hozirda o'quvchilarimning ko'pchiligi onlayn, offlayn magazin yuritib daromad qilishmoqda. Kursga bir marta to'lov qilasizlar va kurs davomiyligi cheksiz. Xohlagan paytlaringiz so'rashlaring mumkin. Hozirda olayotgan har bir narsalarning